Xitoy doiralari Sharqi Turkistonda qonunsiz deb belgilangan mazmunlarni ommaviy taratqularda hambakirlandi degan ayiblash bilan 13 kishini qo'lga olib jazolaganligini e'lon qildi. Zimiston to'rining xabar qilishicha, qo'lga ilinuvchilarning 3 nafari Uyg'ur, 10 nafari Xitoy bo'lib, 19 va 35 yoshlardagi g'oljilik 2 Uyg'ur Xitoylarni Xitoy deganligi uchun millatlar orasida o'chmanlik va nafratga qutratqulik qilish jinoyati bilan ayblanib jazolangan. O'tgan oyda Xitoyning Sharqi Turkistondagi tor bexatarligi ishxonasi 26 torbet, undidor guruhlari va shaxsiy hisobotlarni taqab jazolaganligini e'lon qilgan edi. Xitoy Markaziy xalq bankisining 6-oyda Turkiyaga 1 milliard dollar qimmatida mablag' avatganligi ilgari surildi. Bloomberg to'rining xabar qilishicha, ismini oshkorlashni xohlamagan bir amaldor buning Turkiya va Xitoy orasida 2012-yili imzolagan swap kelishimidan buyon Turkiyaning Xitoydan eng yuqori miqdorda naqd pul olish ekanligini aytgan. Bloombergning aytishicha, bu naqd pul 23-iyun Istanbul saylimi jarayonida Turkiyaning chet el manbalik zapas miqdorini oshirgan. İran Tashqi ishlar ministri Zarif İsrail saqchilarining Masjidi Aqsoda falastinliklarga hujum qilganligiga norozilik bildirib, İsrailning asrining pastkashligini falastinliklarga qilayotganligini bildirdi. İran Tashqi ishlar ministri Zarif Twitter hisobida e'lon qilgan bayonotda İsrail saqchilarining falastinliklarga hujum qilganligiga doir rasmlarni ham bahirlab, voqeaga norozilik bildirdi. İsrail saqchilari oldingi kuni qanotik Yahudilarning Masjidi Aqsoga besib kirishiga to'sqinlik qilgan falastinliklarga haram sharif ichida daxl qilgan bo'lib, 37 falastinlik yaralangan, 14 kishi tutib ketilgan. Hindistonning ko'chaga chiqishni cheklash buyrug'iga e'tiroz bildirgan musulmonlar Hindiston saqchilarining qurolli qarshiligiga uchradi. Hindiston 20 asrdan buyon Kashmirga alohida huquq berib kelgan asosiy qonun moddalarini amaldan qoldirib, rayonning avtonomiya salohiyatini inkor qildi. Hindiston ko'chaga chiqishni cheklash buyrug'iga chiqargandan keyin musulmon xalq Hindistonning tang taraflamalik holda chiqargan bu qarorga e'tiroz bildirish uchun ko'chalarga chiqdi. BBC'ning taratgan va e'lon qilgan ko'rinishlardan ma'lum bo'lishicha, Hindiston saqchilari Kashmirlik musulmonlarni o'q tutgan va yosh oqizish bombasi ishlatgan. Xabarda vaqada qancha kishining o'lib yaralanganligi haqida ma'lumot berilmadi. Amerika prezidenti Donald Trump Shimoliy Koreya rahbari Kim Jong Unning o'ziga yozgan maktubda qisqa musofirlik boshqariladigan bomba siniq uchun kechirim so'raganligini va Kim Jong Un bilan yaqinda ko'rishishni umid qilganligini bildirdi. Trump Kim Jong Un menga avatgan maktubda go'zal bir shaklda Amerika Koreya birlashma manevri oxirlashgandan keyin ko'rishishni va muzokaralarni boshlashni xohlaydiganligini bildirdi dedi. Islom dunyosi dunyoning har qaysi joylarida Qurbon hayitini tabriklamoqda. Musulmonlar Qurbon hayit kuni tong saharda hayit namozi o'qish uchun masjidlarga yig'ildi. Amerikaning New York va New Jersey shtatlarida yashaydigan o'xshash bo'lmagan millatlardan bo'lgan minglagan musulmon hayit namozini Matlifa tantarbiya saroyida o'qidi. Musulmonlar New Jerseyga joylashgan bu tantarbiya saroyiga tunji qitim Qurbon hayit namozi o'qish uchun jam bo'ldi. New Jersey valisi Phil Nurupmo saroyga kelib, musulmonlar jamoatchiligining Qurbon hayitini tabrikladi.